Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Qonxo'r Netanyahu Quddusda shunday dedi: "Biz shu yerdamiz. Bu bizning shahrimiz. Janob Erdo'g'an, bu sizning shahringiz emas. Bu faqat bizning shahrimiz. U har doim bizning shahrimiz bo'lib qoladi va qaytadan bo'linmaydi." Bekorlarni aytibsan. Yaramas. Bizning maqsadimiz zolimga to'xta deya oladigan kuchga ega bo'lish. Selchuk Bayraktar. Bugun 17-sentyabr kuni uchuvchisiz jangovar uchoqlar asoschisi turk mudofaa sanoati tadbirkori Selchuk Bayraktar Istanbulda bo'lib o'tayotgan dunyoning eng yirik aviatsiya, kosmik va texnologiya festivali Teknofestda nutq so'zladi. U o'z nutqida musulmon olimlarining maqsadi zulmni to'xtatish ekanini aytib o'tdi. Dunyo o'z kompasini yo'qotgan kema singari chayqalib, dahshatli zulmat sari suzib bormoqda. Adolat va axloqdan asar yo'q. Inson qadr-qimmati toptalgan bir zamonda yashayapmiz. Ko'z o'ngimizda ochiqchasiga genotsid sodir etilmoqda. G'azoda begunoh bolalarning qoni to'kilyapti. Men butun qalbim bilan ishonamanki, bizga buyurilgan va zimmamizga yuklangan vazifamizni astoydil bajarsak, ertami-kechmi albatta ezgulik g'alaba qozonadi. Milliy texnologiya tashabbusi faqat tezkor raketalar va aqlli tizimlar yaratishdan iborat emas. Bizning vazifamiz texnologiyani vijdon bilan uyg'unlashtirishdir. Bizning vazifamiz bu zulmga chek qo'yadigan to'xtatuvchi kuchga ega bo'lishdir. Teknofest avlodi nafaqat osmonni, balki vijdonlarni ham yoritadigan va odamlarning qadr-qimmatini himoya qiladigan texnologiyalarni ishlab chiqarishi kerak, dedi u. Hamas katta muammoga duch keladi. Tramp: Hamas garovga olinganlardan tirik qalqon sifatida foydalanishga harakat qilsa, katta muammoga duch keladi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp Londonga uchishidan oldin aytgan. Hamas tirik qalqon bilan eski sxemadan foydalanishga urinayotganini eshitdim. Agar shunday qilishsa, katta muammoga duch keladi, dedi u. Isroilning urushi faqat G'azoga emas, butun arab dunyosiga qarshi qaratilgan. Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad al-Soni bu bayonotni Isroilning Dohadagi Hamas delegatsiyasi a'zolariga qarshi sodir etilgan hujumidan so'ng chaqirilgan Islom hamkorlik tashkiloti va Arab davlatlari ligasining favqulodda qo'shma sammitida bildirdi. Dohada sodir etilgan bu hujum nafaqat mamlakatimizga, balki butun mintaqaning xavfsizligiga yo'naltirilgan. Isroilning bu hujumi harbiy jinoyat bo'lib, u arab dunyosiga qarshi yo'naltirilgan. Biz suverenitetimizni himoya qilish uchun zarur bo'lgan barcha choralarni ko'ramiz, dedi Qatar rahbari. Qatar rahbari shuningdek Isroilning G'azoga qilingan zarbalari genotsidga aylanganini aytdi va Tel Avivni tinchlik muzokaralarini buzishda aybladi. Agar Isroil Hamas siyosiy rahbariyatini yo'q qilmoqchi bo'lsa, nima uchun ular bilan muzokara olib boradi? Isroil muzokaralarni buzmoqchi. Kim barqaror va tizimli ravishda muzokara olib borayotgan tarafni nishonga olsa, u muzokaralarni buzishga xizmat qiladi, dedi Shayx Tamim bin Hamad al-Soni. Rossiya armiyasidan qo'rqishning hojati yo'q. AQSh prezidenti Donald Trampning maxsus vakili Keyt Kellogg davlat rahbari bilan Rossiya-Ukraina mojarosi bo'yicha suhbat tafsilotlarini ochiqladi. Rossiya armiyasi Putin aytganidek zo'r emas. Men buning uchun Ukraina armiyasini qadrlayman. Menimcha hech kim rus harbiylaridan qo'rqmasligi kerak. Men ularning Berlinga yoki boshqa joyga borishga qodirligiga ishonmayman. Tramp mendan Rossiya g'alaba qozonyaptimi deb so'radi. Men yo'q dedim. Men unga general Keyndan so'rashini aytdim. U ham yo'q dedi. Agar Putin g'alaba qozonganida edi, u Kiyevda, Dneprning g'arbida, Odessada bo'lardi va hukumatni almashtirar edi. Aslida bu urushda Rossiya yutqazmoqda deya fikr bildirdi Keyt Kellogg. Isroil armiyasi ma'lum qiladi, G'azo shahrini to'liq qo'lga kiritish uchun bir necha oy kerak bo'ladi. Isroil harbiylariga G'azo shahrini to'liq qo'lga kiritish uchun bir necha oy, uni tozalash uchun esa yana bir necha oy kerak bo'ladi. Bu haqda Isroil mudofaa kuchlarining rasmiy vakili brigada generali Efi Defrin ma'lum qildi. Biz tushunamizki, butun shaharni qo'lga kiritish uchun bir necha oy, G'azo shahridagi barcha terror infratuzilmasini tozalash uchun yana bir necha oy kerak, dedi u brifingda. Defrin harbiylarga hech qanday vaqt chegarasi berilmaganini ta'kidladi. O'g'irlanganlarni uylariga olib kelish va G'azodagi Hamas rejimini yo'q qilish uchun qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha harakat qilamiz, dedi u. Avvalroq Isroil bosh vaziri Qonxo'r Benyamin Netanyahu armiya G'azo shahriga rejalashtirilgan keng ko'lamli quruqlik hujumini boshlaganini tasdiqlagan edi. Uning maqsadi shahar ustidan to'liq nazorat o'rnatish va u yerda
Falastinning Hamas harakatining qolgan qurolli bo'linmalarini mag'lub etishdan iborat. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.